Assalomu alaykum hammaga. Kia yangi pikapini chiqardi, yangi model, nomi Tasman. Tasman nomi Avstraliya bilan Yangi Zelandiyaning o'rtasidagi Tasman dengiziga berilibdi. Bu videoda ko'rganingiz tayyori. O'z orqali pikap tayyor bo'lib chiqmaydi. Taqishga qarab o'zgartirsa bo'ladi. Uzunligi ham juda uzun. Uzunligi 5.10 metr. Eniga 1.9 metr. Bu funksiya o'sha ikkita ballon oldini tortadigan, to'rala ballonda avtomat tortadigan, tog'larga chiqqanda to'rala ballonda polni tortib beradigan, loylarda tepanoda ballon stik olmasligi uchun ballonga nagruska berib tortadigan funksiyalari bor ekan. Ekonomik sport rejimda I+, qorda, loyda, qumda yuradigan funksiyasi ham bor. Nani kitobida 3,5 tonnagi treyler tortadi, 1 tonnadan oshiqroq yuk ko'taradi degan. Boshqa sidinalarni isitish, sovutish, rol damagrefi hamma funksiyasi bor. Ballonni 2 xil razmerda chiqargan. Bu ko'rib turganlar hammasi salondan qilinib tayyor bo'lib chiqqan. Buni hozir ko'rganlar обычный salondan birinchi pozitsiya shunaqa bo'lib chiqargan.